Ustozdan abadiy ibrat. Bir kuni ustozning ilm majlisida o'tirgandik. Ustoz bizga fiqhdan dars berayotgan edi. Imom Azam hazratlarining o'rnak bo'larli odatlari ko'p bo'lar, ammo bir odati bizni doim lol qoldirardi. Ustoz o'zi savol berib, har birimizdan javob eshitar va oxirida o'z javobini aytardi. O'sha kuni ham shunday bo'ldi. Aytinglarchi, qaynab turgan sho'rvaga qush tushib ketdi. Endi sho'rvaning masalasi nima bo'ladi? Biz birin-ketin javob bera boshladik. Sho'rva halol bo'ladi. Qaynagan suvda hamma narsa pishib ketadi va haloldir. Egasi bilmagani uchun halol bo'ladi. Navbat Abdullohga keldi. Ustoz qushni olib tashlab sho'rvani ichsa bo'ladi, chunki qush halollab so'yilmagan. Ustoz kulib turdi-da, o'zlari javob berdi. Sho'rvaga tushgan qush tozalanmagan va halollab so'yilmaganidan najosatdir. Najosat tushgan sho'rvani ichib bo'lmaydi, haromdir. Sho'rvaning hammasi to'kib tashlanadi. Biz umrimizning oxirigacha ustozning oldidan ketolmasligimizni, ilmlar dengizidan bahramand bo'lib turishimiz lozimligini yana bir bor angladik. Bir vaqt bir kishi shoshib darsga kirib keldi. Ustozdan uzr so'rab, kelishi sababini bildirdi. Ustoz, Shomdan yo'lga chiqqan karvoningizni qaroqchilar talabdi. Afsusdaman. Ustozning holati umuman o'zgarmadi. Bir martagina alhamdulillah deb qo'ydi. Keyin yana dars o'ta boshladi. Oradan 2 pora Qur'oni Karim o'qiydigan vaqt o'tgach, o'sha kishi tag'in halloslab kelib qoldi. Ming bor uzr ustoz, sizni tashvishga qo'ydim. Qaroqchilar urgan karvon sizniki emas ekan. Sizniki sog'-omon kelayotgan ekan dedi. Bu gapni eshitgan ustozning holati yana o'zgarmadi. Tag'in bir martagina alhamdulillah deb qo'ydi. Javobdan ajablangan xabarchi savol so'radi. Ustoz, karvoningizni qaroqchi urdi deganimda ham alhamdulillah degandingiz. Karvon sog' salomat ekan deganimda ham alhamdulillah dedingiz. Buning hikmati nima? Ustoz tabassum qilib javob qildi. Sen menga karvonim talon-taroj qilinibdi deganingda qalbimga quloq soldim. Agar u dunyoga bog'lanib qolganida g'am chekish kerak edi. Ammo o'zgarishni sezmadim. Shuning uchun alhamdulillah deb qo'ydim. Sal turib karvonim salomat ekanini xabar qilganingda yana qalbimga quloq soldim. Dunyoga bog'langan qalb tezda xursand bo'lib ketadi. Biroq qalbimda o'zgarish sezmadim va bu safar ham alhamdulillah dedim. Ustozning javoblari va go'zal axloqi qiyomatgacha keladigan ummatlar uchun haqiqiy ibrat bo'ldi. Dars olib bir xursand bo'lgan bo'lsak, shunday keng ko'ngilli ustoz bilan suhbatlashib turganimizdan bir quvonamiz. Abdulloh bilan savdo ishi yuzasidan ko'p mamlakatlarga borishga to'g'ri keladi. Ustozdan yiroqda ilm majlislarini cho'lda qolgan inson suv istaganidan ortiqroq xohlardik.